Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Guardian xabarlari to'rining 20 maydagi xabariga qaraganda 18 davlatdagi 40 nafar inson haqlari faoliyatchidan tashkil topgan bir guruhga Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komisarıga aldığımızdaki hafta Sharq Turkistonga bo'lgan ziyoratini davomlashtirgan ahvol ostida ishxonasining inoyatiga uzoqcha ziyon yetkazish xavfi borligini aytdi. Mashal Bachelet dushanba kuni boshlanadigan safarda atalmish Şinjandagi Qashqar va Urumchini ziyorat qiladi. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqi Beyjingni saxta bir ziyorat o'rinlashtirdi deb aybladi va ziyoratning erkin, ochiq bo'lishini cheklash uchun Xitoy virusi cheklamasini bahona qilishidan ziyoratning shartlarining oshkorlanganligini ogohlantirib, faqat do'stona ziyoratga qiziqadiganligini bildirib kelayotgan Xitoy doiralarining bu safarni kontrol qila oladiganligidan ansiraydiganligini aytdi. Bu guruhda Xitoy hukumati tarafidan jazolangan Germaniya Yeşiller Partiyasi millat vakili, Yevropa Parlamenti Xitoy vakillar umkining raisi Reinhard Bütikofer, Angliya emgakchilar a'zosi Helena Kennedy, Angliya sobiq muhofizkor millat vakili Ian Duncan Simsmi bor. Siyosatchilar bu ziyorat uchun kishilik huquq komissariga harakat erkinligi berish, jamiyatdagi aktiv kishilar bilan ko'rishish, guvohchilarga maxfiy va tasodifiy erishish kerakligi ta'kidlangan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın shartlarini o'ttirg'a qo'ydi. Ammo ularning hammasi Xitoy tarafidan bostirilishi mumkin. Bundaq bo'lganda ahamiyatli ziyoratni amalga oshirish mumkin emas ekan. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqi zulmning o'lchami va shiddati alohida xotirlangan dokladni yuqori darajali komissarning 2021 yili 12 oyda bir necha hafta ichida tarqatadiganligiga kafolat bergan bo'lsa-mu e'lon qilmaganligini, bu sababdan ziyoratning to'g'rilarni o'ttirg'a qo'ymaydiganligiga bo'lgan ishonchining yuqoriligini, Xitoy 10 yildan ko'proq vaqt ilgari Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq komissari Louis Arthurni ziyorat qilgandan buyon kishilik huquqni tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan darajada va ko'lamda dafsanda qilganligini aytdi. Bacheletning rasmiy plani bo'yicha u Xitoydagi ommaviy tashkilotlar, savdo vakillari va akademiklar bilan ko'rishadi. U yana Guangzhou universitetiga o'quvchilarga leksiya so'zlaydi. Ziyorat oxirlashgandan keyin 28 may kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Hech qanday xalqaro muxbirning ziyorat qilishiga ruxsat qilinmaydi. Bacheletning safari Beyjingga shundaqla xalqaro jamiyatga yaqindan ergashadi. Oldingi hafta Amerika Davlat ishlari mahkamasi qurultoyga bergan dokladida Xitoyning atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytirish planini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan inkos qaytarib, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga nisbatan to'liq erkin tekshirish olib bormasa, bu ziyorat faqat Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'gash, inkor qilishiga yordamchi bo'ladi, dedi. Kundalik Signal to'rining 20 may kunidagi xabarda Amerika Adliya ministrligi chorshanba kuni Nyu-Yorkdagi 73 yoshli Wang Shuchinni josuslik va davlat alqagan bostirish planiga munosabatli suiqasd va boshqa jinoyatlar bilan ayblagan. Taftish mahkamasi yana 4 nafar kishini Xitoy davlat ministrligiga xizmat qilgan deb aybladi. Taftish amaldorining aytishicha, Wang familiyalik Hua Yaobing va Zhao Ziyang payda olmaydigan xotira fondi jamiyati qurgan bo'lib, bu Xitoy Kompartiyasining islohotini o'ylaydigan rahbarlariga bag'ishlangan. Sotning dokladiga qaraganda, Wang familiyalik o'zining kishilik huquq faoliyatchisi salohiyatidan foydalanib, Uyg'urlar, Tibetlar, Tayvan mustaqilligini tashabbus qiluvchilar va Hongkongdagi demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilar haqida axborot to'plagan. Shifrliq programmalar, ilxatlik kundalik xotiralar, Xitoydagi bevosita yig'ilishlar orqali nishoniga aloqador axborotni o'rtoqlashgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor kunlik chaqirg'uchi fondi to'riga o'zining 2018 yildan buyon elib berilayotgan Xitoy axborot tarkitining nishoni ekanligini, kishilik huquq fidoyisi qiyofatiga kirib olgan Xitoy vakolatchisining uning tashkiloti Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotiga singib kirolmay, uni cho'ng shahar soqchixonasiga arz qilib jiniqtirmoqchi bo'lganligini aytdi. Wang familiyalik buningga hech qanday inkos qaytarmagan deyildi. Guardian xabarlari to'rining 17-maydagi xabariga qaraganda, Birlashma agentlikning oshkorlangan sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, atalmish Şinjanning janubidagi Konshahar noyasida 10 mingdan ortiq Uyg'ur turmaga tashlangan. Konshahar noyasida 267 mingdan ortiq kishi bor bo'lib, noya bo'yicha turmada yetish muddati 2 yildan 25 yilgacha, ya'ni o'rta hisob bilan 9 yil ekan. Tutqun qilinganlar har sohadan kelganlar bo'lib, erlar, ayollar,
Yoshlar va yashanganlarni o'z ichiga oladigan, shundaqla ularning birla o'rtaq yeri hammasi Uyg'ur ekan. Bu ahvol kishilarning faqat Uyg'ur bo'lganligi uchunla nishon qilinganligini ko'rsatib beradi. Atalmish Şinjanning bayonotchisi Elixon Inoyat hamma xizmatlarning qonun bo'yicha elib berilayotganligini, hargizmi alayda rayon, millat, dinni nishonlamaydiganligini, yaxshilikqa yomonlik qilinmaydiganligini, yomonlikni bo'sh qo'yib etmaydiganligini aytgan. Bu tizimlikni atalmish Şinjandagi kishilik huquq nafsanchiligiga qarshi faoliyatchiga mabunin o'zini Xitoy millati deb ataydigan Xitoyning Sharq Turkistonga qaratgan siyosatiga qarshi bir manbadan olgan. Birlashma agentlik bu tizimlikdagi 194 nafar kishini tonigan. Ba'zi muhofizgarlarning mo'ljariga qaraganda, Adliya ministrligining statistikasidagi Konshar naisining turmada yetish nisbati dunyodagi oldingi qatordagi turmalarning biri bo'lgan Amerikaninkidan 10 darajada yuqori ekan. Xitoyning atalmish Şinjanda keng ko'lamda tutqun qilish siyosatining mutaxassisi Davrinbaylar kishilarni xohlagancha va qonun sirtida qo'lga olganligini, tutqun qilinganlarning chet elda tuqqanlarining borligini, ba'zilarining ko'chma telefon programmalarini tushirganlik uchun qo'lga ilinganligini, Sharq Turkistondan boshqa hech qanday bir joyda butkul nupusning terrorchi deb tasvirlanganligini ko'rmaganligini aytdi. Ba'zi mutaxassislar atalmish Şinjandagi 90% jinoiy ishlar xotirasining oshkora emasligini, oshkorlangan az bir qism kishilarning xizmatdoshlarini shahvoniy buyumlarni ko'rishdan ogohlantirishi yoki duo qilishi sababidan terrorchi deb ayblaganligini aytdi. Hurlik bo'lmagan yerda halokat va o'lim bordir. Hurlik ilgirlash va ozodlikni tug'di. Hurlikka mustaqillikqa xalqning irodasi, qarori va tirishchanligi orqali erishiladi. Davlatning egilik huquqi uchun hamma narsani taqdim qilish vijdon va sharaf burchidan iborat. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.